Birinchisi yolg'on. Ikkinchisi o'lchovdan urib qolish. Tarozidan urib qolish. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xos bitta surani nomini tarozidan urib qoluvchilar deb nomladi. Qaysi sura? Mutaffifun surasi. Qur'onda bitta sura tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanyapti. Bu hazillangan narsa emas. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin. O'lchov tarozidan urib qolguvchi kimsalarga vayl bo'lsin, halokat bo'lsin. Vayl jahannami bo'lsin va halokat bo'lsin. Demak, vayl so'zining ikki xil ma'nosi bor. Voy bo'lsin, ikkinchisi o'lchovdan urib oladiganlarga vayl do'zaxi bo'lsin. Dunyoda xor bo'ladi, voy bo'ladi holi, oxiratda esa vayl degan jahannamga tushadi. Birodarlar, payg'ambarimiz aytganlarki, o'lchovda halol va adolatli bo'lmaganlari sababli avval o'tgan ummatlarning ba'zilari halokatga uchraganligini unutmanglar. O'lchov tarozidan urishlik yoyilib fosh bo'ladigan bo'lsa, bu qavmga halokat keladi.